Assalomu alaykum YouTube ahli. 16-avgust Food City bozori pomidor qatoridan gapiramiz. Ko'rishingiz mumkin pomidorlarda xudo xolisi sifatli sara mahsulotlarimizni. Paylari, sartofkalari yaxshi pulda bo'lyapti. Mashlarda 12 ming so'mdan qilib beryapti so'roziga. Ko'rsanglar bo'ladi. 16-avgust sanasiga. Baqalajon necha pul berasiz sizdan to? 5 ming so'mdan mana baqalajonlar dumaloqlar. Balgaskilar 5 mingmi? 6 mingdan. 5 ming 6 ming so'mdan qo'yish beryapti. Mana shu yerda bo'ladi. Sesonlar necha pul olib ketdi xudo xolasa sizdan to? 10 ming so'mdan ekan mana shu yerda bular qaramtirlar bor ekan mana. Jahon trend. Bodring necha pul? 9 ming so'mdan qilib berishyapti. Go'shtlar bo'ladi. Yirilar necha pul arosatli? 5 ming so'mdan ekan mana arosatlar narxlari ko'tarilib qoldi. Instagramga qo'ygan ekan beri. Bu ham 5 ming? 5 ming so'mdan ko'rsanglar bo'laveradi mana. 3 mingdan ham bor ekan mana. Food City bozoriga kelinglar, xudo xolisi sifatli sara mahsulotlardan olib ketib, bankalarga yopishni maslahat beramiz. Lekin bodring. Vodiymi mesin bu? Vodiy 7 ming so'm olib ketdi. Qopda-chi, qoplar. Qoplar ham 7 ming so'mdan ekan. Ko'rsanglar bo'ladi. Mana ko'rsanglar bo'ladi, xudo xolisi yakshanba kungi uchun xalq o'zi ham kelgan, ancha yuribdi. Banka sizdan boshlanganini bilmayapti. Balgaski necha pul ekan, oppa xudo xolisi? 5 ming. 5 ming so'mdan, 5 ming so'mdan ekan, mana ko'rsanglar bo'ladi. Videoga like bosib, videoni har doim videoga Toshkentga jo'nating. Sahifamga obuna bo'lib qo'ysangiz, kunlik narx-navolardan xabardor bo'lasizlar. Bizlar realni kunlik shaffof ko'rsatishga harakat qilamiz. Ko'rsanglar bo'ladi Food City bozorini. Necha pul ekan? Opa cho'tirib o'tiringlar. 5 ming. 5 ming so'm arosata bu. Arosat. 5 ming so'mdan olib ketdi mana. Dehqonlar o'zlari ham olib kelgan mana xalqlar banka bo'lib pomidor, bodringlar xudo xolisi zo'r bo'lyapti, ko'rsanglar bo'ladi. Hech pul ekan orzular. 7 ming so'mdan. Mesni ham xudo xolisi aka bular. 7 ming so'mdan ekan, ko'rsanglar bo'ladi mana. Bugun bodring qatorida bodringlar deyarli kamroq. Rahmat olsun. Necha pul ekan bu cho'tir? Tipisanikimi? 6 ming. 6 ming so'm? Ya rostdan bu YouTube'ga chiqadi u. Bir kunlik turadi. Instagram'ga emas. Boboy necha pul ekan boboy? Boboy 2 ming qilib beramiz. Boboylar mana 2 ming so'mdan bor ekan, mana ko'rsanglar. Go'zallar necha pul ekan aka go'zallari? Yo'sin gullari, go'zallari iloji boricha hozir kunda yaxshida va erta kunda chiqib ketyapti. Ko'rsanglar bo'ladi, sifatli mahsulotlar. Baribir yerda qolmayapti. Shuning uchun dehqon akalar ko'rayotgan bo'lsa, sifatga ishlov berishni maqsad bilan. Hech pul ekan balgaski aka, xudo xolisi. Hech pul? 5 ming. 5 ming so'mdan balgaskilar kelib olib ketib. Patsonlarchi? 15 ming so'mdan ekan, ko'rsanglar bo'ladi. Endi YouTube kanal bilasizlar, YouTube kanalga iloji boricha nomerlarini qo'yib beraman hamma dehqonni, lekin afsuski hamma ham nomerini qo'yib bera olmaydi. Ko'rsanglar bo'ladi. Hech pul ekan hoji aka bu. 5 ming beraman. 5 ming so'mdan berishar ekan. Patsonlar hech pul ekan hoji aka patsonlarimi? O'rtacha. 5 ming so'm. Yo rosti. 12 ming so'mdan ekan, ko'rsanglar bo'ladi. Yirilar necha pul hoji aka buni yiriga? Yirilarni ko'rasan, qubi 5 ming, 4 ming so'm deyapti. Yaxshi gap desangiz hoji akam kelishtirib beraveradi. Bitta videoga like bosib, videoni har doim videoga Toshkentga jo'nating. Iloji boricha biz sahifamizga obuna bo'lsangiz, siz bilan rivojlanib 100 mingdan oshiq auditoriya yig'amiz. Instagram sahifada ko'rsanglar bo'ladi, tabriklab qo'ysalar bo'ladi. 12 mingdan ortiq podpischi, ya'ni 12 ming oilaga yetdi. Oilamizning soni 12 mingga yetdi. Qo'llab olasizlar umiddaman. Necha pul ekan oppaga o'g'li? 10 ming. Katta o'g'lari. Katta o'g'lari 10 ming so'mdan. 5 mingga ham bor-da, to'g'rimi? Sizlar bilan
qalampirlar hammasi bor. Iloji boricha nomerlarni qo'yib berishga harakat qilyapmiz. Har doimgidek. Xullas bozorda 3000 dan tortib 15 minggacha mahsulot bor, lekin har birini o'zini sifati, ichidagi sartaroshkasi holatiga qarab arzon mahsulotlarni ko'pi, bir kunlik mahsulotlar, ya'ni bir kun ishlatib yuboradigan mahsulotlar ko'proq. Yana keyin yana bir narsasi karzinkadan, makrolardan, ya'ni qolgan ikkinchi sortlar arzondir. Shuni unutmanglar, videoga har doimgidek like bosib, sahifamizga obuna bo'lib qo'ysangiz, kunlik narx-navolardan. Bodring nechi pul ekan? Cho'tlar mana Tbilisisaniki. Cho'tlar 5000 so'm, 5000 cho'tlar, 5000. 5000 mi 7000 mi? Bu aka YouTube'ga qo'yiladi, u anaqa qo'yilmaydi Instagramga. Instagramga qo'yiladi, hamma xohlagan narxni arzon, qimmat qilib aytib yotibdi. Mana okam bo'ladi. Bitta videoga like bosib qo'ying. Videoni har doimgidek Vestoshga jo'nating. Bu YouTube kanal, sahifamizga obuna bo'lib qo'ysangiz, mana okam bo'ladi. Pomidorni dodalarni olib keladi, bodringni ham zo'rni olib keladi. Arzon qo'yib yotibmiz. Ko'rsanglar bo'ladi, kelaverasizlar. Cho'tirdi xudo xolasa. 5000. 5000 so'mdan berasan, arosida bu. Qizillar nechi pul berasan uka? Qaytdi-ku? Teplishni qaytdi-ku? Jizzaxmi? Yangiyo'lmi? Yangiyo'l ekan 5000 so'm. Dalani ro'ziylar nechi pul berasan uka? Mayda, sredinglar. 5000 so'mdan. Yaxshi gapingizni kelishtirib beraversanmi? Beraman. Mana ko'rsanglar bo'ladi. 4 yildan oldin shuna kirganda mana ukam bo'ladi. Kelsanglar, xudo xolasa sifatli mahsulotlarni qilib beradi. So'k bofisini, do'kon bofisini joylardan qilib berishadi. Odam YouTube kanali uchun juda ham erinib qoladi ba'zan, bilsanglar. Qo'g'lar nechi pul ekan aka, xudo xolasa? 3000 so'mdan qilib berasiz. Endi bu saralanganida aka. Bular nechi pul nargilari? 5000 so'mdan aka. Yaxshi gapirsa kelishtirish berib. 4400 mingdan qilib berish ekan. Ko'rsanglar bo'ladi, Food City bozorida qoq qatorga o'tdi. Bu qatorimiz Vodiy bodring qatori. Charanlar nechi pul beryapsiz, opa? Assalomu alaykum. Nechi pul? 2000 so'mdan ekan karamlar, ko'rsanglar bo'ladi. Sifatlari yaxshi, xudo xolasa. Qizil. Xullas hammasidan bor, sifatiga qarab narxlari o'zgaraveradi. Nima deymiz? Pul ekan karamlarimiz, karamlarimiz aka. Chimchi karamlar. Yo'q, siz o'zi tushmayapsiz. Narx aytyapsiz bo'ladi hozirga. 8000 so'mdan ekan, ko'rsanglar bo'ladi. Sifatlari xudo xolasa yaxshi. 2000 so'm, 2300 so'm rasa bo'lsa 1600 so'm optimay olsangiz, undan ham arzon berishadi. Hamma so'rayotgan narsa, mana hamma xalq kelib olib ketayotgan pomidorlar mana 3000 so'mdan qaranglar. Nima uchun 3000 so'm? Mana bunaqa trishinalar bor. Shuni olib borasiz, bankaga solasiz, kendonga bersangiz, shuni so'kini chiqarib yuboradigan pomidorlar 3000 so'm. Endi yaxshilari, butunlari narx oshib ketaveradi. Qizillarda ham shunaqa 3000 4000 ga bor, defekti borlar bor. Yaxshilari yaxshi pulda bo'layapti mana. Akalarimizni ko'rsanglar bo'ladi. Yusufni mana, Yusuf so'rayotganlar bor. Yusufda originallari mana uje chiqishni boshlayapti mana. Bu admankasi emas, bu ro'ziydi yirik emas, haqiqiy Yusuf. Mana Yusufni ko'rsangiz mana uje yo'l chiziqlari bor, mana ham yumshoqroq bo'ladi tanasi. Mana bular admankalar. Ha, tozasi mana. Assalomu alaykum akalar, charchang bo'lyapmishlar. Siz nechi pul qivorsiz xudo xolasa ro'ziylar? 10 ming so'm. 10 ming so'mdan qivorsiz xudo xolasa ro'ziy. Sifatli ro'ziylardan akamda bor. Balabanda endi buni sort, ha? Sredinlar yo'qmi, sredinlar? Sredinlarimiz tugadi. Sredinlar tugadi, ko'rsanglar bo'ladi. Nechi pul ketdi bular? Buni mana shular 9,5 ming berdi. 9,5 ming so'mdan berishibdi akalarimiz, ko'rsanglar bo'ladi. Endi biz chiqarayotgan narsalar bozor holati, ya'ni bugungi kun, ya'ni 16-avgust sanasiga qarab chiqayotgan narxlar. Mana shu vaqtda bo'ladi bu narxlar. Yana bitta narsani aytib ketishimiz joiz. Ya'ni telefonda real hayotda ko'rganingizdek ko'rsatib bera olmaydi. Chunki hamma pomidor deyarli bir xil ko'rsatib beradi. Mana maydalar bor 2000 so'mdan berishyapti. Akalarimiz. O'tirishga vaqt yo'q. Nechta? Mana qizillar 6000 so'mdan berishyapti ekan mana. Buni nimaga? Bandlar salsa qaytib qo'ygan uchun. Kipriklari, tanalari 10000 so'm, 9000 so'm, hammasi o'zini holatiga qarab bo'ladi. Bozor holatiga qarab ko'rsangiz bo'laveradi. Mana oddiy xalqni o'zi ham kirib ancha-muncha pomidor tozalab olgan. Sizga bitta savol keladi. Bir kunda Food City bozorida necha tonna pomidor chiqib ketishi mumkin? Izohlarda fikrlaringizni yozib yuboring. Sizning fikrlaringiz juda ham men uchun qadrli. Ko'rsanglar bo'ladi. Mana 530. Hech pul berasiz xudo xolasa. 9000 so'mdan berishyapti. Mana yirik pomidor.
Sorti 530 mi? Ya, mana. Akam bu YouTube'ga, Instagramga emas. Qizil necha pul beryapsiz, odam xudo xolisi. 7,5 ming so'mdan qizilni berishyapti. Bitta sredniyroq bor ekan, original tent deyapti. So'qol suvni ichi katta bo'lgan deyapman dog'dan. Dehqonlarda o'zlaridan prям olib beryapti. Xullas, videoga like bosib, videoni har doimgidek West Toshkentga jo'nating. Instagramda qaytganda 12 mingta auditoriya bo'ldik. Shuning uchun YouTube kanalda ham qo'llaverasizlar degan umiddaman. Mana Shoim akam bo'ladi, Yunusobodda qirollari bo'ladi. Nima deysiz Yunusoboddagilar akam? Videoga like bosdimi? Kamoliddin akanimi? So'ring sonlar. Bitta like bosib, videoni har doimgidek West Toshkentga jo'nating. Sahifaga obuna bo'lib qo'ysanglar, har doimgidek sizlarga sifatli sara mahsulotlarni ko'rsatishga harakat qilamiz. To'g'ri, hozir iloji boricha pomidor bodringlarni aslini ko'rsatyapmiz. Sababi o'zimiz soham shuning uchun mevaga deyarli o'tolmayapman. Ham hozir sezon pomidor bodringnikligi uchun shu Instagramda ham, YouTube'da ham asosiy algoritm nima desa bo'lar ekan, odamlarga eng muhim narsa bo'lib qolgani uchun shu mahsulotlarni chiqarishga harakat qilyapman. Xullas, fikrlaringizni qadr qadrdonlarim, qadrli fikrlaringizni izohlarda yozing. Siz nima deb o'ylaysiz? Food City bozoriga kelib sifatli sara mahsulotlardan olib ketganmisiz? Agar sizga sifatli sara mahsulotlarga dehqonlarda o'zidan premium olishga ulgurmay qolsangiz, o'zimga aloqaga chiqsangiz, xudo xolasa sifatli, chiroyli mahsulotlar qilib beraman. Aytgancha, mana shu videoda sizni reklamangiz yoki suv mahsulotingiz bo'lishi mumkin edi. Shu joyda ketishi mumkin edi. Aloqaga chiqing, xudo xolasa chiroyli sifatli reklama ham qilib beramiz agar kerak bo'lsa. Qizil necha pul Sarvar aka, xudo xolasa sizga? 7 ming so'm. Yaxshi gapirsa 6 mingdan qilib bera olasizmi aka? West Toshkentga qilib bera oladi ekan akam, 6 mingdan qilib bera olar ekan. Kelinglar, videoga like bosing, sahifamga obuna bo'lib qo'ying, kunlik narx-navolardan xabardor bo'ling. Bu narx-noma bo'ldi. Bu Aziz Muhammad Karim muallif. Sizlar bilan ko'rishguncha sog' bo'lasizlar degan umiddaman.